Otasining armonini amalga oshirgan Max Verstappen 1994-yil Hockenheimring Germaniya Gran Prixsi Jos Verstappen pit-stop uchun to'xtadi. Yoqilg'i quyish paytida xodimlar texnik nosozlik tufayli yoqilg'ini mashinaga sachatib yuborishdi. Qizib turgan bolid esa 1 soniya ichida dahshatli tarzda yonib ketdi. Hamma shoshib qolgan, ko'rgan insonlarning esa ichidan nimalar o'tganini sezish qiyin emas. Xodimlar yong'inni amallab o'chirishdi. Josni shu payt Xudo asragandi. Jos yengil kuyish jarohatlarini oldi xolos. Jos faoliyatida jahon chempioni bo'la olmadi. Eng katta natijalari esa 2 marta podium 3-chi o'rinlari bo'lgan. Yong'indan 3 yil o'tib Max Verstappen dunyoga keldi. O'g'ling ikkinchi imkoniyat deb bekorga aytishmaydi. Jos Maxni yoshligidan poyga uchun tayyorladi. O'zi murabbiylik qildi. Max bugungacha 239 ta poygada 71 ta g'alaba, 48 ta pole pozitsiya, 138 ta podium, 37 ta eng tezkor aylana va 4 karra jahon chempioni bo'ldi. Bu natijalar esa uni afsona darajasiga olib chiqdi.